Bugun gemodinamikani o'rganamiz. O'zi gemodinamika deganda 4 ta narsani tushunishimiz kerak. Ya'ni yurak oldi yuklamasi, ya'ni inglizchada preload bo'ladi. Yurakning nasos funksiyasi. Uchinchisi yurakdan keyingi yuklama deb tarjima qilinadi. Afterload. Oxirgisi to'qima perfuziyasi. Endi birinchi bo'lib yurak oldi yuklamasi haqida gaplashamiz. Bu bizda ko'p ishlatiladigan markaziy venöz bosim deyiladi. Ya'ni markaziy venöz bosim nimani anglatadi desak, o'ng qorinchalarni qisqarish, dilatatsiya vaqtidagi bo'shashish hajmini bildiradi. Ya'ni bu bizga nimani bildiradi? Bu oshsa yoki tushsa nima ahamiyati bor desak, agar bu tushadigan bo'lsa, bizda gipovolemiya ketib turgan bo'ladi. Ya'ni organizmda suyuqlikka ehtiyoj bor. Yani o'rtacha 5-10 santimetr simob ustunidan pastga tushadigan bo'lsa, ko'rsatkich pastga qarab ketadigan bo'lsa, demak organizmda gipovolemiya ketyapti. Agar yurak oldi yuklamasi, ya'ni markaziy venöz bosimi yuqori bo'ladigan bo'lsa, endi biz unga infuzion terapiya qilishimiz kerak emas. Tanada yetarlicha hajm bor, qon hajmi bor. Bu yerda yurakda kasalliklarni axtarishimiz kerak. Keyingisi gemodinamikaning ikkinchi komponentlaridan biri yurakning nasos funksiyasi. Bunga yurakning nasos funksiyasiga yurak otish hajmi bilan baho bersa bo'ladi yoki yurak indeksi bilan baho bersa bo'ladi. Yurak otish hajmi qanday topiladi deysa, yurak otish hajmi inglizchada cardiac output bo'ladi. Buni heart rate, bu degani yurakni qisqarishlar soniga stroke volume, ya'ni bir marta otadigan hajmiga ko'paytiramiz. O'rtacha 4-5 litrni tashkil qiladi. 4-5 litrni tashkil qiladi. Ya'ni bu 1 minutda uradigan yurak soni. Puls deylik. 72 ta bo'lishi mumkin, 80 ta bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqa. Bu bitta qorincha qisqarganda, yurak qisqarganda chiqaradigan qon hajmi. Yurak otish hajmi deganda yurakdan chiqadigan 1 minutdagi qon hajmi. 1 minut taqsim litr. 1 minutda chiqadigan. Keyingisi yurakdan keyingi yuklama yoki afterload deyiladi. Bu umumiy periferik qon tomirlar qarshiligiga bog'liq, ya'ni UPQ-TQ deb belgilanadi. Bu oshsa yoki kamaysa bizga nimani tushunishimiz mumkin deganda, agar yurakda keyingi yuklama oshadigan bo'lsa, aytaylik, bunda yurak qisqargani qiynalyapti. Chap qorincha yurakni qisqargani qiynalyapti. Yoki bo'shashadigan bo'lsa, demak oson, yengilroq vazodilatatsiya bo'lyapti. Bu yurakda keyingi yuklama ortishi yurak kasalliklarida ko'proq bo'lishi mumkin. Yurakda biz yuklamani pasaytirishimiz, qachon pasaytiramiz? Masalan, gipertoniya bo'lganda oshadi, biz dori berib uni yurak yuklamasini pasaytiramiz. Xuddi shunday holatda bo'ladi. Keyingisi to'qima perfuziyasi. Bu saturatsiya deyiladi. To'qimalarni kislorodga to'yinish foizlarda beriladi. 100%, 90%, 80%, 70%, xuddi shunaqa foizlarda keltirib chiqariladi. Bizga optimal foiz bu 88 dan 98 gacha optimal foiz hisoblanadi. Agar nimaga 100% emas deganda, agar 100% da bo'ladigan bo'lsa, oksigenatsiya kuchayib ketib qoladi va erkin radikallar ko'payib ketib qolishi mumkin. Erkin radikallar ko'paysa, organizm o'zini o'zi zararlashi mumkin. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.